Bo'ladi, bo'ladi. Yangi 12 akalar nima ishlarini qilib beryapmiz akalar. Bu mashinalarda ham full holatda yumshatsa bo'ladi. Biz bunga purjina, kobaltkini qo'yib beryapmiz. Ikegin qaranglar. Oldiga stulgalarni alishtirib beramiz xolos. Boshqa narsalari qilinmaydi. Lekin buni ham orqa chulovlarini ham, orqa taraflarini ham, amortizatorlarini ham yumshatib, polniy mashinani full holatda yumshatsa bo'ladi. Lekin buni egasi oldi trekkilik haydagan, egasiga birinchi shu xizmatlar qilinganda mashinani egasiga yoqqan. Purjina qo'yilgan, oldi qismiga futilgan alishtirib qo'yganmiz bo'ldi. Egasiga 100% yo'q. Ash holatda qilib beringlar bo'ldi ukajon. Qolgan chulov, qolgan joylariga tegmanglar degan uchun shunaqa qilib beryapmiz akalar. Hammanglarga shunaqa yangilaridan olib haydash nasib qilsin. Naboda shunaqa yumshatish xizmati kerak bo'lsa, Li9larni qilib berdik-ku, ko'rgan bo'lsangiz. Shunaqa holatda go'zal qilib beramiz akalar. Mashinaga lekin gap yo'q. O'zi nima desam bo'ladi? Zamon talabi, hamma komforti bor. Eng qizig'i tezligi zo'r akalar. Like bosib qo'ysanglar.